Assalomu alaykum mahli YouTube. Bugungi daramizga xush kelibsizlar. Bugungi daralikda sizlarga nasib eshiklar narxini hammasini aytib o'tamiz. Shu video oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yinglar va bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nasibsa bundan yaxshi videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sizlarga nima narxi qiziq bo'lsa, shu kommentariyga shuni yozib qo'yinglar. Biz shuni o'qib sizlarga yaxshi videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Vitash qarama İçgari eşikler hammasini narxini ko'rsatamiz. Say o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Narxi arzonmi, qimmatmi? Yana kommentar yozib qo'yinglar. Videomuzdan boshlab oldik. Mana eshiklar oq svetda ichkilar qaraygan. Qalin. Bu ichgari eshik. Uning narxi 1600 somon ekan. Bu dizayni 1250 so'm. Bu 1350 so'm ekan. Oq eshiklar. Namno 1600 so'm ekan. Жаңа aqting boshqacha svet ekan. Namnolar sal gulli eshiklar ekan. Bu 1350 so'm ekan. Ham yaxshi eshik ekan. Ham stili zamonaviy stillardan ekan bu eshiklar. Namno oppoq 1300 somon. Bu 1200 so'm ekan. Hozirgi zamonda oq eshiklar moda bo'lgan deyman, hammasi oppoq bo'layotir. Mana 900 so'm ekan. Xo'sh. Mana yana 1200 900 so'm. Bular sal arzoni variant ekan. Yana 1200 so'm. Namnolar kichik kelsa shuna palasasi bor. 1400 somon ekan. Xo'sh. Mana shokoladli rang 1050 so'm ekan. Yana oq. Yana oq 1650 so'm ekan. Oq, lekin dizayni yaxshi ekan. Xo'sh. Yana oq. Qara 1000 so'm ekan. Bu yoqda ham shu jangoqlar. 1400 so'm ekan. Bu palasasi bor. Sarimi, mallami 1650 so'm. Oq 1300 so'm ekan oq. Mana aynagi bor 1700 so'm ekan. Namno 1200 so'm ekan. Oppoq guli bor. Namno aynagi bori, aynagi jo'g'i 1300 so'm ekan, aynagi bori. Aynagi yo'q 1200 so'm ekan. Xo'sh. Namno 1700 so'm ekan. Malli. Keyin. Namno 1700 so'm ekan. Namno stili yaxshi, cho'tka eshik 1250 somon. Sizga ochib ham ko'rsataman qalinligini. 1400 so'm oq. Oq 1300. 1400 so'm ekan. Lekin magazining bir 60% eshiklar oq eshik ekan. Moddami? Ham oq vid beraman. Endi sizlarga tashqari eshiklarni ko'rsatamiz. Tashqari eshiklar. Mana 1600 somon. Mana bor ekan. 3700. Mana qarasi ham 3700 so'm ekan. Lekin
adashmasam birta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta qulfi bor ekan. Qalinligini qarang eshikning. 3700. Narxi arziymi? Mana shu kommentariyga yozib qo'yinglar. 3700. 2250 so'm ekan bunda qaralar. Keyin xo'sh, buni sal kattaroq ekan. Sal kattaroq ekan, bu 3800 so'm ekan. Nah. Ona 2700 so'm ekan. Bunday var mı? Eneklere 2700. 2250 so'mdan nova. 3100 so'm. 1850 so'm. Keyin nova. Lan şu 2250 so'm ekan. Nerede keyin 1700 so'mlik var ekan, kitabım arzonroq. Tunuka nolar sal qulfi ham ko'p ekan, video ham chiroyli ekan-da. 3100 so'm. Qalinligini qarang eshitding. No, ichidan aynagi bor ekan. Aynagi bor ekan, no. 3000 so'm ekan. 3000 so'm. Seyazor. 2250 so'm. 2100 so'm no. 2900 so'm no. Bunu 3700 жаңа қалың ешкілерден 10 та qulfi var. Barib. 2250 so'm. 2250 so'm. Kimga şu ishlar kerak qiziq bo'lsa, shu ekranda nomerga telefon qilingizlar. Sana gaplashamiz. Arzon narxda beradi. 39-magazin Hasharib. Hasharibda shu kirgoyin to'g'ri kelsangiz, 39-magazin. Keyingi videogacha xayr deb qolamiz. Yanagi videogacha nasibsa sizlarga yana yaxshi videoni chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizning menetgan bir like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Nasib bo'lsa harakat qilib yaxshi videolar chiqaramiz inshaalloh. Sizlarning paydoshkalaringizdan biz harakatdamiz. Zaman bo'lsin.